Prezidentimizning tadbirkorlar bilan o'tkaziladigan an'anaviy ochiq muloqotiga puxta tayyorgarlik ko'rish, joylardagi biznes vakillarining taklif va muammolarini o'rganish maqsadida Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi tomonidan voha hududlarda biznes vakillari bilan uchrashuvlar tashkil etilyapti. Ana shunday uchrashuvlardan biri Qiziriq tumanida o'tkazildi. Davlatimiz rahbarining joriy yilda tadbirkorlar bilan o'tkaziladigan 6-chi ochiq muloqotiga puxta tayyorgarlik ko'rish, biznes vakillarining taklif hamda muammolarini o'rganish maqsadida Surxondaryo viloyatida ochiq muloqotlar davom etmoqda. Ana shunday uchrashuvlardan biri Qiziriq tumanida bo'lib o'tdi. Unda Qiziriq tumani bilan bir qatorda Bandixon tumanida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar ham ishtirok etdi. Uchrashuvda prezidentimizning kichik biznes subyektlarining o'sishi uchun yanada qulay iqtisodiy va ma'muriy shart-sharoitlar yaratish to'g'risidagi hamda soliq organlari faoliyatini institutsional jihatdan takomillashtirish va soliq ma'muriyatchiligida zamonaviy yondashuvlarni joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonlarining mazmun-mohiyati haqida atroflicha ma'lumot berildi. Shundan so'ng tadbirkorlar bilan bevosita muloqot o'tkazilib, ularni qiynayotgan muammo va takliflar tinglandi. Mana bugun Qiziriq tumanida tadbirkorlar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Men ham tadbirkorlar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda qatnashdim. Bu uchrashuvda prezidentimiz ikkita farmoni tadbirkorlarga tushuntirildi, mazmun mohiyati. Shu bilan birgalikda tadbirkorlarning muammo va takliflari eshitildi. Men ham takliflarimni aytdim va faoliyatim davomida muammolarga duch kelayotgan edim va ularni ham aytdim. Tez kunda aytishdi ijobiy yechilishini va men bundan xursandman. Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi tomonidan tashkil etilayotgan bunday uchrashuvlar viloyatning barcha hududlarida tizimli ravishda davom etmoqda.